Ular gapiraveradi, gapiraveradi to'ymayapti, qayerdan olsam. Siz meni ko'rib turgan qush qozlari deb boshlayman mana. Hop, xullas. Qushlarga pitani qilish videosini ko'rsatib bering deb bir ikkita odam so'ragan ekan. Mana bu yerda tuxum bor, 4 ta tuxum solganman, sabzi solganman, qizilini. Faqat suvini siqiylar, ko'pchilik siqmayotgan ekan. Keyin bu yerda pishino bor, ozgina qaynatib olganman men. Brokoli bor. Keyin ko'patardan chiqqan qo'choqlar bor, tuxumlik. Uni ham sovuramiz. O'zini tuxum qo'choqlarini ham solamiz. Ozgina tuz solganman, tuz обязательно. Qushlarga mineral beradi deb. Endi men unaqa balo yog'lari bor. 5 ta solaman, balki kerak bu ham. Ukamni ko'ruvdim. Unaqa protein qo'shgan edilar. Biz ham qo'shib ko'ramiz, qo'shib turardik. Unaqa nannikini qo'shsanglar, bunda juda ko'p orqasida vitaminlar bor-ku. Shunga ozgina qo'shib olish kerak. Kuch bo'lsa bo'ladiki, zarar bo'lmaydi. Mana undan ham qo'shamiz izolat. Izolatda yarim solganimiz yaxshiroq, chunki kuch ko'p bo'lib ketadi, o'zlaridan ham bor. Bo'ladi shu. Mana shu narsalarni qo'shib tursanglar, buni hozir aralashtirib turib, bilan ham sovuramiz edi. Haftada 3 marta, 4 marta qilsanglar, tuxum urug'lanishi, tuxum qo'yishi, ko'payishi, bola nobud bo'lishiga qarshi hamma narsaga foyda. Hamma narsaga foyda. Xo'p, ishini to'tila bo'lgan uchun mana ko'chyapti, ato ishni dodanasi hammasi qilmaydi. Hammasi zo'r yeydi. Qanaqa effekt bo'lishini xohlaysizmi? Hozirga turgan pitanam bering. Testosteronni ko'tarib, ashi bambitskiy effekt bo'ladi, xudo xolisa. Haftada 3 marta, 4 marta qaytarib tursanglar, qunt bilan bir oyda natijasini ko'rasizlar. Anaqa bir-birini vaqtda tashiydi bor-ku. Shu effekt shu pitanidan. Qovurasizlar. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Masalani, rahmat hammaga. Qanaqa yeydi u pitanan deganligi mana. Bor barakasi deydi. Bu yoqda rakisnolarimiz, bu yoqda amalinkalarimiz, bu yoqda gerginskilarimiz, retens palorasi. Yana rekelarimizni endi qo'ydim, xudo xolisa hammasi pishadi hozir. Qancha pishadi. Bu yoqda. Bo'lsa ishini inshaalloh gapiraveradi to'tilar, jo nima bo'pti, qayerdan olsam bunaqa pitanan. Erkak kishida testosteron ko'tarilsa nima bo'lishini biladi erkak kishilar. Xuddi shunaqa narsa. Undan kuchli bo'lsa bo'ladiki, bundan past bo'lmaydi. Xudo xolisa effekt zo'r. Mana shuni mehr bilan, qunt bilan haftada 3 marta, 4 marta qilib qaytarib ko'ringlar. Keyin tashlab duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Ashidodda narsa. Masalama, rahmat.